Challenge'ni 9-kuni sizlar bilan birga gravama qilamiz. Qani ketdik. Boradigan joyimiz haqida qisqacha aytib beraman. Bugun dugonam bilan uchrashaman. Uni juda anchadan beri ko'rmagan edim. Shuning uchun ertalabdan kayfiyatim xuddi bayramdek. Manzilimiz Tove Jansson Akabane Park. Bu joyda mashhur yozuvchi Tove Jansson yaratgan. Mumin ertaklari asoschisi 1990-yillarda qurilgan. Shuning uchun uylar, ko'priklar, hatto o'rmonni o'zi ham xuddi ertak sahnasiga o'xshaydi. Hattoki yo'l davomida o'tgan uychalar, qizg'ish daraxtlar, katta-kichik ko'priklar hammasi kamerada shunaqa chiroyli ko'rinyapti. O'zimni qaysidir multfilmga yo'l olayotgandek his qildim. Nihoyat parkka yetib keldik va eng yoqqan joyi kirish bepul. Hattoki itlar ham kira oladi. Ichkarida shunaqa model itlarni ko'rdik. O'zimizda ham chiroyli suratga tushishdi. Bu joy esa Yaponiyadagi ertak o'rmoni deb atashadi va men bunga 100% qo'shilaman. Havo juda ham zo'r, ovozlar shivir-shivir, uylar esa xuddi sizni bolalilikdagi ertaklaringizga qaytaradi. Bu joyni ko'rib o'zimni bir lahza haqiqiy ertak ichiga yurgandek his qildim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? 2 soat yo'l bosib shunaqa joyni ko'rishga arziydimi yo yo'qmi?